Mana bolalar, oylik testi natijasini hisoblab chiqdik. 1, 2, 3 o'rinlarni aniqladik. Ana endi ularga o'zimizning maxsus sovg'alarni beramiz. Pul, faxriyorlik va boshqa sovg'alar. Qani, bo'lsa boshladik. 3-o'rinni Inomjonov Sirojjon oldi. Qarsaklar bilan bo'ldi. Barakalloh. Yanada qattiq ishlab 1-o'rinlar oldi. Xo'pmi? Aha. Xo'p. 2-o'rinni Baxtiyor va Xadicha. Barakalloh, qarsaklar bilan. Tabriklaymiz. Malatsi. Yanada ko'proq harakat qilgan. Va 1-o'rinni shuncha harakat qilib darslarni qoldirmasdan hamma imtihonlarga, demak, faol qatnashib kelgan o'quvchimiz, iqtidorli o'quvchimiz Nurmurodova Mohinur. Qarsaklar bilan bo'ldi. Barakalloh. Rahmat. Keyin yaxshi harakat qilamiz. Barakalloh. Keyingi demak testlarga ham faol bo'linglar. 1-o'rinni olishga harakat qilinglar hamma payt. Qani o'zlaring bitta qarsak cho'laylar yana bir. Barakalloh.